Türkiye'de tanınan obrazcı, televiziya programı riyasatçısı Ardan Zentürk Efendi, Xi Jinping'in yakın Ürümçi ziyareti hakkında maxsus bir fikir yürgüzüp, bir sellik analiz programması tarqatqan bolup, Xi Jinping Şarkı Türkistan meselesini Uygurlarni butunlay yo'q qilish orqali hal qilmoqchi degan. U bu analizda mundaq degan: Mening Uyghur rayoniga qanchalik ko'ngil beradiganligimni bilamsizlar. Men kundalik siyosatni deb davomli ko'z qarashini o'zgartiradigan kishilardan emas. Turk qon sistemasidagi bir xalqning kimligi faqat turk va musulmon bo'lganligi uchun ular zulmga, irqiy qirg'inchilikka uchrayotidi. Men bu masalaga Turkiyaning savdo jihatda Xitoyga ehtiyoji bor. Xitoydan pul keladi yoki bo'lmasa Turkiya, Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan munosabatini yaxshilasa, ondan Suriyada Amerika bilan bo'lgan munosabatini tangponlashtira oladi deb qaramayman. Men agar Xitoy Turkiya bilan yaxshi o'taman deydigan, Uyg'urlarga hurmat qilishi, Turkiyadan manfaat olaman deydigan, Uyg'urlarga yaxshi muomala qilishi kerak deb qarayman. Xitoy Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilish bilan birga, lager ichki sirtida Uyg'urlarni Xitoy shirkatlarida ishlashga qistamoqda. Turk Ocaklar Tashkiloti bu munosabat bilan Istanbulda o'tkazilgan 7-navbatdagi Xitoy mahsulotlar yarmankasiga inkos qaytardi va turk millatini boykot qilishga chaqirdi. Ma'lum bo'lganidek, ko'plagan xalqaro tashkilotlarning dokladlari Uyg'urlarning Xitoy shirkatlarida majburiy emgakka silinayotganligini oshkorlagan bo'lib, to'qimchilikni o'z ichiga olgan nurg'un sohalar bu kishilik huquq dafsandichiligiga chetilgan. Turk Ocaklari Istanbulda o'tkazilgan 7-navbatdagi Xitoy mahsulotlar yarmankasi munosabati bilan bayonot e'lon qilib, Xitoy mollarini boykot qilishga chaqirdi. Xitoy bilan G'arbning jiddiy vaziyati kunsiri kuchaygan bo'lib, Xitoy bilan sherikchilik munosabati bo'lgan Goldman Sachs Xitoy egilik huquqliq boylik fondiga mablag' sog'inlik sababli bexatarlik masalasiga duch kelgan. Fransiya xalqaro radiosining 4-sentabrdagi xabarida bildirilishicha, mablag' setish bankisi Goldman Sachs Xitoy davlat ilkidagi fondi bilan birlikda qurilgan fondi orqali Amerika va Angliyadagi bir necha shirkatni sotib olgan. Bu shirkatlar ichidagi to'rt bexatarlik tijorat shirkatining biri Angliya hukumatini mulozimat bilan ta'minlaydigan. Angliya pul muomala vaqt gazetining oshkorlashicha, Goldmanning tijorat ishlari g'arb davlatlarining chet eldan kelgan bevosita mablag'ni tekshirishi, bo'libmi Xitoydan kelgan mablag'ni tekshirish vaziyatining shamoliga duch kelgan. Xitoydagi turalg'u kasbining ostilishidan kelib chiqqan krizis davlat ichidagi oldingi qatordagi qurilish va uy-mulk shirkatlarining qarz to'lashda duch kelgan yangi qiyinchiliklar bilan cho'nqurlashmoqda. Xitoydagi eng chong qurilish shirkatlarining biri, uy-mulk kasbidagi dunyodagi eng chong mablag' sog'uvchilarning biri bo'lgan Evergrande vayron bo'lishni qo'g'dashni iltimos qilgandan keyin Xitoy uy-mulk kasbining boshlamchilaridan bo'lgan Biguyanmo qarz to'lashda qiyinchilikka duch kelgan shirkatlarning safiga qo'shilgan. Dunyodagi 20 chong iqtisodiy gavdani bir yerga to'plagan 20 davlat guruhining 18-navbatdagi rahbarlar uchrashishi 9 va 10 sentabr kunlari Hindistonning poytaxti Yangi Dehlida o'tkazildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping va Rossiya prezidenti Vladimir Putin qatnashmaydigan boshliqlar yig'ini Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi jug'rofiylik siyosiy raqobat va Ukraina urushi sababidan G'arb bilan Rossiya orasida davomlashayotgan jiddiylik soyasida olib berildi. 2014-yildan boshlab Hindistonda hokimiyat yurgizayotgan Narendra Modining millatchi hukumati davlatning nomini bahoratga o'zgartirishga tayyorlik qilayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. 9-sentabrdan 10-sentabrgacha poytaxt Yangi Dehlida o'tkazilmoqchi bo'lgan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inining ochilish ziyofatida prezident Draupadi Murmuning Hindiston prezidentining o'rniga Bahoratning prezidenti deb yozilishi bu munozaralarni yana bir qatam qizitdi.